Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana bugun biz sizlar bilan birinchi veb dasturlash haqidagi kursimizni birinchi darsini boshlaymiz. Bu demak 5 qismdan iborat asosan. Birinchisi veb dasturlash nima? Demak, bu veb dasturlash deganimiz bu internetda ishlaydigan veb saytlar va veb ilovalar yaratish jarayonidir. Masalan, Google, YouTube, Telegram web, onlayn do'konlar va shunga o'xshagan boshqa saytlar barchasi bu veb dasturlash orqali yaratilgan mahsulotlar hisoblanadi. Mana YouTube mana ekan, internet do'kon, Google qidiruv platformasi. Bular hammasi demak veb saytlar, veb sahifalar hisoblanadi. Ikkinchi bo'limimiz bu front-end va back-end tushunchasi. Bu tashqi qism degani, ya'ni aytadigan bo'lsak, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, bu foydalanuvchi tomonidan ko'riladigan, ishlatiladigan qism bu, ya'ni foydalanuvchi ko'rib turadigan qism. Ya'ni bu foydalanuvchi ko'radigan va bosadigan qism degan, ya'ni misol matnlar, tugmalar, rasmlar, menyular, ranglar, dizayn, front-end qismi, ya'ni o'sha veb saytni biz oddiy foydalanuvchilar ko'radigan qismi bu. Front-end texnologiyalari HTML, CSS, JavaScript yordamida back-end. Bu back-end demak foydalanuvchi ko'rinmaydigan shu dasturning asosiy barcha turdagi ma'lumotlar qayta ishlaydigan dasturiy qismi bu. Demak, bu haqiqiy dasturchilar yozgan kodlar hisoblanadi bular, ya'ni bu foydalanuvchi ko'rmaydigan, ammo saytni ishlatadigan qism. Backend vazifalar ma'lumotlarni saqlash, logon, parol, postlar, hisob-kitob qilish, server bilan ishlash, xavfsizlikni ta'minlash degan vazifalarni o'z ichiga olgan qism hisoblanadi. Ya'ni buni oddiy foydalanuvchi hech qachon buni ko'rmaydi. Shuning uchun bu narsa backend deb yuritiladi, ya'ni uning orqa tomoni. Mana misol uchun deylik, oddiy bitta kalkulyator oladigan bo'lsak, mana kalkulyatorimiz turibdi ekranimizda. Mana shu kalkulyatorimiz, demak bu front-end qismi, ya'ni foydalanuvchi ko'rinadigan qismi bu. Mana misol uchun deylik, bu narsani qaraganimizda battanlar, misol uchun knopkalar, demak menyusi misol uchun deylik, yoki bo'lmasa mana bu yerdagi funksiyalari, knopkalari misol uchun, bular hammasi tashqi ko'rinadi. Demak, buni bosib menga 7 ta raqamni chiqarib beradi. Buni bosgan paytimda 7 ni chiqarib berish, buni bosish front-end qismi, bosilganda amalga oshirayotgan qism back-end qismi buni. Mana misol uchun 7 qo'shilgan 8 degan narsa yozib barobar bosgan paytimda menga 15 chiqib, 15 ni back-end bajaradi. Front-end faqat bizga ko'rsatadi xolos. Tayyor narsani, ya'ni backend tomonidan ma'lumotlar qayta ishlab uzatilgan paytda bizga ko'rsatib beruvchi qism bu front-end. Barcha ma'lumotni qayta ishlab yana qaytadan front-endga taqdim qiluvchi qism bu backend qismi. Demak, buni bosgan paytda men 7 chiqarib berayotgan narsam backend. Buni bosganda 8 ni ko'rsatib menga chiqarib berayotgan narsa ham backend. Misol uchun deylik, mana x kvadratni bosganda bajarayotgan qism ham asli backend. Faqat menga bu narsani ko'rsatib beruvchi narsa bu front-end hisoblanadi. Keyingisi HTML, CSS, JavaScript vazifalari. Veb sahifalar hammasi shu 3 ta obyekt yordamida yig'iladi. Buning har birining o'z vazifasi bor. Masalan uchun deylik, HTML strukturani yaratadi, ya'ni HTML saytning skeleti hisoblanadi. Misol sarlavha, matn, rasm, link, forma va hokazo. Ya'ni bu saytning skeletini yaratib beradi. O'sha har bitta saytda demak qayerda nima joylashganligini, misol uchun mana bunda biz ko'rdik. Misol uchun menyu qismi, yana qanaqadir boshqa navbatdagi menyu qismi, intro qismi misol uchun. Mana bunda qaraydigan bo'lsak, demak bunda ham menyu qism, qidiruv qismi, misol uchun aside deydi, ya'ni yon qismlar, demak mana ular endi kartlar misol uchun bo'ladigan bo'lsa, shu narsa oldin hammasini chizib olinadi mana bunda. Web HTML da chizib olinadi. Endi keyingi etap, keyingi qism bu CSS qismi, ya'ni CSS bunga dizayn beriladi. Har bitta mana bunda demak qo'yilgan obyektlarning hammasini demak dizayn beriladi va shu bilan birga bularni joylash o'rinlarini tartibga solinadi.
Saçma joyda qandoq qilib chizgan bo'lsa, shunday holatda demak veb sahifaga uzatilmaydi. Buni oldin chizib olgandan keyin uni demak o'ngga, chapga, tepaga, pastga xohlagan tomonga surib, demak kerakli joylarga joylashtirib qo'yish bu CSS da amalga oshiriladi. Ya'ni dizayn beriladi. CSS saytni chiroyli qiladi. CSS orqali rang beriladi, shrift o'zgartiriladi, joylashuv belgilanadi, animatsiya qo'shiladi va hokazo. Shunga o'xshash ishlar amalga oshiriladi. Endi keyingisi JavaScript harakat va mantiq. JavaScript saytni jonlantiradi deyiladi. Ya'ni bu ikkisi amalga oshirilgandan keyin jonlantiruvchi narsa bu JavaScript hisoblanadi. Misol uchun deylik, shu veb sayt ustiga borgan paytingizda, mana misol uchun YouTube'ga boradigan bo'lsangiz, YouTube'da hozir har bitta kart ustiga borgan paytingizda 1-2 soniya shu qo'yilgan videoni ustiga borgan paytida, xuddi mana shu turgan paytda, demak shu videoni ijro etib berish boshlanadi. 1-2 soniya. Undan ko'p emas. Yoki buni ustiga kelgan paytingizda shuni kartni alohida ajratib chiqarib beradi sizga. Alohida ko'rinarliroq qilib, misol uchun ishirib, kattalashtirib yoki bo'lmasam qolganlarini xiralashtirib, buni alohida o'zini yarqiylashtirib, yorqinroq qilib ko'rsatib beradi. Bu narsa hammasi JavaScript tomonidan amalga oshiriladi. Yoki qaysi knopka bosayotgan paytingizda, shu knopkani demak ustiga borganingizda, yoki bo'lmasam rasm ustiga borganingizda yorqinlashtirib, boshqa xullas shunga o'xshagan jarayonlar hammasini bu JavaScript nazorat qilar ekan, shu bilan biz amalga oshirar ekanmiz. Demak, uchalasi yordamida biz veb sahifani mukammal darajada yaratishimiz mumkin ekan. Demak, bunda biz chizar ekanmiz veb sahifani strukturasini, bunda dizayn berar ekanmiz, joylashuvlarni tartibga solar ekanmiz. Dizayn deganda shriftlari, joylashuvlari, ranglari va hokazo hammasi shunda demak amalga oshirar ekanmiz. Bunda demak jonlantirar ekanmiz. Keyingi bo'limiz brauzer qanday ishlaydi. Mana ko'rib turganimizdek, mana brauzer Chrome, Edge va boshqalar HTML faylni o'qiydi, CSS orqali dizaynni qo'llaydi, JavaScript kodlarni bajaradi, natijani ekranga chiqaradi. Brauzer veb saytni o'qiydigan va ko'rsatadigan dasturdir. Eng ko'p ishlatadiganimiz odatda mana Chrome yoki bo'lmasam Opera, kimdir Opera ishlatishi mumkin, kimdir Edge ishlatishi mumkin, kimdir buni ishlatishi mumkin. Kimga qaysi bir qulay bo'lsa shuni ishlatadi. Odatda veb dasturchilar Google Chrome'ni ma'qul ko'rishadi, chunki Google Chrome boshqalarga qaraganda manu HTML, CSS, JavaScript kodlarini, teglarni barchasini taniydi va to'g'ri qo'llay oladi. Shuning uchun Google Chrome'ni ko'pchilik veb dasturchilar ishlatishadi. Demak, bular veb sahifani ochgan paytida demak HTML kodlarni birinchidan o'qiydi, joy-joylariga qo'yadi. Undan keyingi qism demak CSS agar kodlari berilgan bo'lsa, xususiyatlar, uni qiymatlari berilgan bo'lsa, demak shu qiymatlarga qarab xususiyatlarni demak HTML qayerda keltirilgan bo'lsa, ulangan yoki o'zi foydalangan bo'lsa, demak HTML ga qaytadan ulanib CSS orqali shunga biz dizayn beradi. Shu dizaynni o'qiydi va undan keyin demak barchasi tayyor bo'lgandan keyin har bitta obyekt ustiga kelganda qanaqadir ustiga kelganda emas, umuman har bitta obyekt ustida qanaqadir amallar bajarish mumkin bo'lsa, JavaScript ham demak kodlarni o'qib, demak shunga mos funksiyalarni bajarib beradi bu. Demak, tayyor bo'lgan mahsulotni sizga ko'rsatib beruvchi, internet orqali ko'rsatib beruvchi demak dastur bu veb brauzerlar deyiladi demak. Endi keyingisi, oxirgisi amaliyot oddiy HTML fayl ochish. Juda ko'pchilik veb dasturchilar VS Code'dan foydalanishadi. HTML kodlarni yozishda kim qaysi dasturni ma'qul ko'rsa, shundan foydalanishi mumkin. HTML faylni ochish xohlagan matn redaktori yordamida, matn bilan ishlovchi dastur yordamida yaratish mumkin. Mana misol uchun deylik, Notepad bor, bloknot bor, bloknotdan yaratishimiz mumkin. Misol uchun deylik, yana bitta narsa aytib qo'yishim kerak, veb dastur yozayotgan paytimizda biz har qanday veb sayt ochganimizda bizni brauzerimiz birinchi navbatda qidiradigan narsa indeks fayl hisoblanadi. Indeks fayl hisoblanadi. Demak, har qanday server bo'lsin, u oddiy kompyuter bo'lsin, oddiy brauzer bo'lsin, shu sahifaga ishga tushirgan paytimizda bizga bizdan
bizni papkamizdan qidiradigan faylni birinchi navbatda indeks fayli bo'ladi. Buning uchun faylga kiramizda saqlanat как, ya'ni birinchi marta saqlayotgan bo'lsak, biz saqlanat как yoki saqlanat bossagan bo'lardi. Agar nomini o'zgartirmoqchi bo'lsak, oldin saqlangan fayl bo'lib, ustiga qanaqa ma'lumotlar qo'shib yo tahrirlashlar olib borilgan bo'lsa, demak, yana qaytadan saqlanat как bosishimiz to'g'ri keladi, ya'ni nomini o'zgartirishimiz uchun. Demak, rабочий stolga index.html deb saqlaymiz. Bizda mana notepadimiz, ya'ni bloknotimiz aynan HTML uchun yaratilgan redaktor emas bu. Shuning uchun bunda faqat tekstli fayllarni ochishga mo'ljallangan dastur bu. Shuning uchun bunda hech qanaqa HTML fayl ko'rinmaydi bunda. Shuning uchun biz aynan bunga yozishimiz shart. index.html deb faqat bosadigan bo'lsak, bunaqa fayl mavjud ekan. Shuning uchun biz bunga qanaqadir belgi qo'shtiramiz vaqtinchaga. Misol uchun deylik, birinchi deb qo'yaylik. Mana saqladi. Demak, biz birinchi indeks faylimizni mana hosil qildik. Mana ekan. Hozircha bu bo'sh, hech narsa yo'q, chunki biz bunga hech qanaqa kod yozganimiz yo'q. Mana bo'sh turibdi. Yoki keyingisi yana keyingi dasturimiz bizni Notepad ++ degani bor. Bu endi sintaksisi bor. Sintaksisi juda ko'p dasturlarni bu sintaksini taniydi. Mana misol uchun deylik, bundan bittasi HTML. HTML taniydi. Mana misol yoki o'zim JavaScript bo'ladigan bo'lsa, JavaScript ham taniydi ekan. CSS bo'ladigan bo'lsa, mana CSS ham taniydi ekan. Demak, bunga demak kirganingizdan keyin kerakli kodlarni bizda endi HTML da kod deyilmaydi, taglar deb ataladi. Kirganingizdan keyin saqlashimiz uchun faylga kiramiz. Сохранitni bosib, demak, рабочий stolga index.html deyish shart emas. Bunga shunchaki index deymizda, mana joyda endi formatini tanlashimiz mumkin, kengaytmasini. Misol uchun hypertext markup language deydi, ya'ni HTML. Shuni tanlaymiz. Bizda HTML bor hozir, biri ham bor. HTML index faylimiz bor edi va e'tibor bergan bo'lsangiz, rабочий saqlagandim. Index 1 desam hozir bunaqa fayl bor deydi. Shuning uchun men buni 2 qilib qo'yaman hozircha. Asli bitta paketda faqat bir dona index fayl turishi kerak xolos. To'g'ri, saqladi. Endi chiqib ko'radigan bo'lsak, mana index 2 fayl saqlandi, ya'ni HTML fayl saqlandi. Bu ham bo'sh, chunki ichida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Mana Chrome brauzerimizni yana bitta yaxshi tomoni borki, bu demak bu yerda kodlarni bemalol ko'rishimiz mumkin. Hozircha hech narsa yo'q. Mana prosmotr kod qiladigan bo'lsak, mana bu yerda hozircha hech narsa yo'q, lekin bu o'zi standart holat. Shu narsalarni yozib qo'yadi, chunki brauzer ochayotgani uchun, lekin bu yerda hech narsa yo'q, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bu yerdan siz bo'layotgan xatolar, jarayonlarni ko'rib turishingiz mumkin. Demak, har bitta bo'lim o'ziga yarasha vazifalari bor. Bularni vaqtida kelib ko'ramiz bu narsalarni. Yo'q, masalan uchun deylik, mana shu yerda xohlagan bitta veb sahifa ochadigan bo'lsak, masalan uchun mana shu narsa. Buni ko'radigan bo'lsak, mana prosmotr kod qiladigan bo'lsak, demak, bu brauzer shuni kodini o'qiydi va shu bilan birga bu yerda ba'zi bir jarayonlarni xususiy holatda o'zgartirib ko'rishingizni ham ta'minlay oladi bu. Bu yerda demak nimalar bor? Mana HTML demak hujjatini bildirib turibdi, uning head qismi, mana body qismi mana ekan. Undan tashqari yana body qismi ichida JavaScript qismi ham bor ekan va shu qismda nima ekan o'zida olgan va har bitta kodni bizga ko'rsatib bera oladi. Mana ya'ni nima uchun ko'rsatib beradi? Chunki bu open source hisoblanadi, ya'ni ochiq kodli veb dasturlash standart hisoblanadi. Shuning uchun bu ochiq kod. Buni hamma ko'ra oladi. Xohlaganda o'zgartirib olishi mumkin bu narsani. Va veb brauzerda bu narsani biz ko'rishimiz mumkin, o'zgartirishimiz ham mumkin. Masalan, mana shu narsani 100% qilib qo'yishim mumkin hozir. Faqat bu xususiy holatda. Haqiqiy bizga nimada o'zgartira olmaydi, lekin bu sochim bu yerda biz yozgan bo'lsak, shu kodlarni joyda yozgan bo'lsak, bu yerda o'zgarmaydi. Bugun yetarli. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.